Men shu Jasmin Terrasga aytmoqchiman. Sani aqling yetadimi? O'zbekiston charchadi miyasi. Baqir-chaqirlar, sani hamma o'zlari yaxshi ko'rgan muxlislik qilayotgan san'atkorlar nomini bo'qqa tiqurishingdan charchadi butun O'zbekiston, baqir-chaqirdi. Shantajlikdan charchadi. Odamlarning miyasini og'zidan chiqayotgan gaplar bilan buzolsan, sani aqling yetadimi? O'zbekistonga hujum qilayotgan, Toshkentga xavf solayotgan kuchlar bilan kurashishga aqling yetadimi? Yetmaydi. Chetdan turib vala qilish oson, lekin bu yerda ichkaridagi sharoitni bilmaysan. Qancha qiyin ahvolda yurganlar bor. Qanchalik bizga xavf solayotganlar bor. Shular bilan sen halol bo'lsang, sen to'g'ri gap aytayotgansan, sen aqling yetadimi shularning birortasini olib chiqib razbor qilishga, video orqali bo'lsa ham. Bir kunda 1 soatda o'tirgan joyingdan yo'q bo'lib ketishga, yo'q bo'lib ketishingni bilasan. Yo'q qo'rishadi seni 1 soatda. Seni kuching yetyapti san'atkorga, sening kuching yetyapti hurmatli odamlarga. Chunki ular o'zini ehtiyot qiladi. Har kim bilan qarama-qarshi bormaydi. Har kim bilan o'zini teng qilmaydi. Sen shundan foydalanasan. O'zini oilasi mustahkam, o'zini puli bor, o'zini hurmatga ega bo'lgan, o'zini ehtiyot qilib yurgan odamlarning nomini harom qilish evaziga ularni sen bilan yuzma-yuz kelmasligini bilib turib, barman bilan o'zini ularni harom qilsan nomini. Sen bilasan, sen aqling yetmaydi. Sen qani agar rostdan yordam beradigan bo'lsang, so'rol qancha boshqa muammolar, jiddiy muammolar, bitta oddiy bitta bolachaga yordam ber, oddiy kasal bo'lgan qizga yordam ber. Biz har kuni qanchasiga biz uni video qilmaymiz. Qil borib, hech kim e'tibor bermayotgan. Sen aynan prosmotr yig'ish uchun, aynan o'zini juda katta reytingi bor odamlarga osilasan. Sen o'zingni shular bilan teng qilishga harakat qilasan. Chunki bilasan, O'zbekistonga kira olmaysan. O'zbekistonga kirsang, sen xor bo'lishingni, seni butun xalqning oldida seni olib chiqib nima qilishlarini bilasan. O'zbekiston xalqi senga o'xshagan odamni qabul qilmaydi. Buni yaxshi bilasan. Sen spesialniy mana shu kasal bo'lgan, avariya bo'lgan, nimadir muammosi больницада. O'tda hali больницада vaqti bor edi tuzalib ketish, imkoniyati bor edi ko'koshni. Sen bilasan. Mana shularni ichiga kirib olib, sen O'zbekistonni какой-то qanaqadir bir kallasi yo'q, mana shu xalqning ichidan nechtadir odamlarni yig'ib olib, sen o'zingga jamoa to'playapsan. Va shuni orqasidan yana aytaman. Ertaga bularni mehriga tushib turib, sen mabitda kelib normalni yurmoqchisan. Konsertlarda birinchi qatorda o'tirib, restoranlarga kirib. Sen bilasan, sen itday haydab o'rishadi. Mana bu restoranlar, mana kafelar, yo mabitdagi odamlar bunaqa zotlarni, bunaqa toifalarni, bunaqalarni qabul qilmay, basharasiga qarab yoki bunda salom alik qilishga ham arzitmasligini bilasan. Shuni hisobidan sen missiya qo'ysan. Sen shunga tayyorgarlik qo'ysan. Men hammasiga aqlim yetadi. Men javob bermay turibman degani bir oydan biri meni otimni aytib, xohlagan gapingni gapirasan degani, men qo'rqyapman yoki bir yeb qo'ygan yoki bir bo'qim bor degani emas. Sen esingdan chiqmasin. Sen normal odam bo'lsang, rostdan ham odamlarga yordam bermoqchi bo'lsang, olib chiq boshqa jiddiy muammolarni. Olib chiqqin, qani aqling yetadimi? Qiziqqin qonun tomonidan mana shu bo'layotgan muammoga qanaqa o'zi qonun idoralari bilan bog'lan. Bu tomonni ham o'rgan. O'zi mana shu joyda mana shunaqa deb chiqsam agari meni aldashmayapti, men yeb qo'ymaymanmi hech qilib ertaga uyalib qo'ymaymanmi deb o'rgangin. Men ko'tardim, men olib chiqdim, men olib chiqqanim uchun shunaqa bo'ldi deb o'zingni sama reklama qilib, o'zingga nisbatan intriga qilib, hammani voy молодец, bu to'g'ri aytdi bu. Voy, yo'g'ey, zo'r, молодец, qarsak chalinglar. Sen bo'lib turgan to'palangni shuni ishkal bo'tdi, yugurib kelsan, ha, nima bo'tdi? Qaramaysizlarmi? Men bularni uryapti deydigan intrigantlar bor, o'zi ishlarni hal qilmaydi. Lekin odam o'ylaydi-ku, молодец, mana shu kelib rishat qilib ketdi deydigan borib, mana shunaqa tapchkalarga o'xshab. Unaqa narsa qilib bo'lmaydi. Bizning xalqimizning Allohga shukr o'zini aqli, irodasi, ongi, o'zini bir gрамотный fikri bor. Men shunga xursandman. Men ko'chada yuraman, xursandman. Odamlar kim bilan teng bo'lish kerak, kim bilan teng bo'lish kerak emasligini biladi. Seni gaping bilan Allohga shukr hech kimga sarsagani yo'q. Akillarda o'tib ketaver, ishlaringizni qilaveringlar deyapti. Men agar yana bir marta shunaqa voqeani kuzatadigan bo'lsam, o'zi to'g'ri yurgan normal odamga tashaganini ko'radigan bo'lsam, men dakanza boraman, tinch qo'ymayman. Sen ham agar o'zing kimgadir yordam berayotganingni, bermoqchi bo'lganingni isbotlamoqchi bo'lsang, ikki tomonni o'rganib fikringni aytasan. Shunga majbur qilaman seni.
Agar shuni qilmaganingcha men seni tinch qo'ymayman. Agar bundan keyin normal yurgan odamning nomiga dog' tushirib buq qiladigan bo'lsang, o'sha payt gaplashamiz. Hech qachon qo'ymayman. Men 100% gapimga javob beraman. Agar kimdir men hozir gapim davomini aytaman.